Assalomu alaykum azizlar. Biz Toshkent vokzalidamiz. Demak, bugun sayohatimizni Toshkent vokzalidan boshlaymiz. Albatta bu MTV telekanali sayr uz loyihasi ekanligini eslatib o'tishimiz kerak teletomoshabinlarimizga. Biz Samarqandga yo'l olmoqchimiz. Biz sayohatimizni mana shu yerdan boshlaymiz va davom ettiramiz. Bizni kuzatishda siz ham davom eting. Lekin bu yer rostdan xotiralarga lim-molim. Endi aytib o'tishingiz mumkin, nega aynan poyezd, samolyot, lekin baribir poyezdda ketganni gashti boshqacha. Ayniqsa tezyurar Afrosiyob poyezdida. Shunday ekan bizdan uzoqlashmang. Qarsaylar. Qayerda yuribsiz? Bilasizmi, qanaqa qushab turibman poyezdda. Hattoki mikrofonda e'lon qildirdik. Azizlar, Durdona Qurbonim uxlab qoldi. Iltimos, poyezdni to'xtating. Nima qildingiz bo'lmasa, qayoqdasiz? Stoyankada o'tiruvdim. Eslatma, Durdonani so'roq qilishga ulgurasiz. Yaxshisi, ko'rsatuvni davom ettiring.